Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'ruvchilar, diqqətinizdə bo'layotgan Çin yürekdən Çin so'zi programmamiz. Qadrli ko'rman do'stlar, yaqin yillardan buyon davlatimizning boshqa allararo munosabatlarning bahonsiri kuchayishiga ergashib, yat allar bilan do'stona aloqaning kun sayin ko'payishiga ergashib, sirtlarga chiqib nazar doirasini kengaytirgan, boshqa allarga berib ma'rifda taraqqiy qilgan ilg'or davlatlarga berib bilim oshirishni xohlaydigan do'stlarimizning soni kun sayin ko'paymoqda. Buning bilan bir qism yoshlarimizda chet elga cho'qinadigan, chet elning hamma nimasi a'lo bilinadigan qarg'ulacha mana shunday chet elparastlik qarash sal ko'payib qolmoqda. Undaq bo'lsa, chet ellar ana shunday bir qism yoshlarimizning xiyolidagidek jannatdek makonmidir. Biz bugungi programmamizda mushaqda suhbatlashmoqchimiz. Shunga biz bugungi programmamizga bizlar ham suhbatda bo'lishga ikki aziz mehmonni Alloh taklif qildik. Undaq bo'lsa, ular bilan tanishib o'taylik. Xinjiang Kasbiy universitetining dotsenti Gulshan Emin xonim, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Uyg'ur tili tadqiqotchisi Abduvali Ayub, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Am yuqorida aytib o'tdim, hozir shu sirtninki madaniyatninki rayonimizga singib kirishi bilan nurg'ulg'an yoshlarimiz chet ellarga chiqib bilim oshirishga, nazar doirasini kengaytirishga qiziqadigan bo'ldi. Hamda yana bir tarafdan yana bir qism yoshlarimiz burnining uchini ko'rib, chet elning hamma tarafini yaxshi deb qaraydigan, o'z chiqmay turib, u yerda hamma narsa bor, hamma narsa tal deb qaraydigan mana shunday bir xil bir taraflama qarash shakllanyapti-da. Abduvali, siz chet elga chiqib baqqanmi? Men ikki qatim chiqqan. Bir qatim 2005-yili Davlatlik ma'rif ministrligining mukofoti bilan Anqara universitetida 2005-yil 2005-yil 12-oydan 2006-yil 6-oygacha Anqara universitetida 6 oy turgan. Nasıl ziyorat tadqiqotchisi turib ekansiz-da? Yana bir qatim jamsa? Yana bir qatim 2009-yil 5-oydan 2011-yil 7-oygacha Amerika Kansas universitetida o'qigan. O joyda rasmiy o'quv sifatida o'qish mukofoti olib o'qiganmisiz? Ford xalqarалық Ford mukofotini olib o'qigan. Demak, siz mayli Turkiyaga chiqishdan burun yoki bo'lmasa Amerikaga chiqishdan burun sizdami bir xil chet ellarga chiqsam deydigan bir orzu, umid bormi? Bor, men buni shu oliy maktabninki oxirgi yili 96-yili qaror qilgan. Cho'qim chet elga chiqmaydi. Shu vaqtlarda sizdami bir xil chet elning hamma narsasi shunday yaxshi degan bir qarash bormi sizdami? Ya, u chog'da mening qarorim aniqdi. Chunki bizningki Chag'toy Uyg'ur tili o'rgangan chog'imizda nurg'un qo'lyozmalarningki chet ellarda ekanligini, ularni Turkiyada va Amerikada, Germaniyada ekanligini jiqdaydi. Degandan keyin mening maqsadim ashlarni o'z ko'zim bilan ko'rib, tadqiq qilib chiqish orzum botdi. Demak, ana shunday bir o'qish, bilim olish orzusi bilan siz ikki qatim chet elda o'qish fursatiga erishdingiz. O'qib bo'lgandan keyin albatta rayonimizga qaytib keldingiz, shundaqmi? Gulchahra, siz chet elga chiqishga qiziqqanmidingiz? Yo'q, qiziqish bo'lmagan. Nima uchun? Hozirgacha chiqqim yo'q. Nima uchun fursat bo'lgan? Abdul ikkimizning kasbi asosan o'xshab qoladi. Men turk tili seshirim tadqiqot o'qigan. Men o'zimniki qarshicha mushu rayonda mening kasbim mushada. Mening vazifam, mening rolim mushada deb qarsam kerak. Demak, universitet o'qiyotgan chog'laringizni tatib, hozir qadarmi fursat bo'lib qolsa-mu, lekin yana ham rayonimizning ma'rifi uchun xizmat qilishni orzu qilgansizda. Ammo men universitet o'qiyotgan chog'larimda chet elga chiqishni ancha-muncha orzu qilib baqqan. Albatta, hammamizning universitet o'qiyotgan chog'larimizda orzuyimiz kundan-kun o'zgarib turdi. Yosh vaqtlarimiz, jo'shqin vaqtlarimiz bo'lgan lekin keyin o'ylab baqsam, menimcha chet elga chiqish zaruriyati tepilganda, shunday bir sharoit pishib yetilganda, shuning bir ehtiyoji bo'lsak chiqishimiz kerak ekan. Abduvali, siz ham ikki davlatga chiqibsiz. Birisi Yevropa ellariga tava, Turkiya, yana birisi bo'lsa Amerika. Amerika hamda erkin demokratik davlat deymiz. Siz o'qish jarayonida siz hamda ikkili qatimda o'zingiz yiningizdan pul chiqarib o'qimadingizda, albatta. Bunda bo'lgandan keyin sizning nazaringizdan haqiqatan chet el shunday jannatdek shunday bir makonmidi? Bu yerda jannat degan chog'da biz buni mana tushunsak yaxshiroq bo'ldi. Bir g'oya deb tushunsak yaxshiroq bo'ldi. Jannatdek emas, g'oyaviy jamiyat deb tushunsak bo'ldi. Chunki bir odamda qarshi taraf ko'rmagan avalasida, ko'rmagan narsani bek g'oyaviy tasavvur qildi. Ko'rib bo'lgandan keyin shu g'oyaviylik yoki emaslik to'g'risida qaror bera oladi. Nurg'un odamda chiqish fursati bo'lganligi uchun ularni jannatda tasavvur qilishi, g'oyaviy tasavvur qilishini to'g'ri tushunamiz. Endi jannatmi emasmi degan kelgan chog'imizda siz o'shaga chiqib jannatingizni barpo qila olsangiz, jannat. Agar jannatingizni barpo qila olmasangiz, do'zax bo'lgan bo'ldi. Adamning o'ziga bog'liq. O'ziga bog'liq. Agar shu mayli Turkiya bo'lsin, mayli Amerika bo'lsin, islom topa olsa, o'zining jannatini qurib chiqa oladi. İşte bu da iqtidori bo'lsa,
islom topa olsa u jannatni qurib chiqqili bo'ladi. Lekin jannat moddiy jannat, moddiy farog'atning jannati. Lekin ruhning jannatimi, qalbning jannatimi desa, yo'q emas. Menimcha qalb jannati, agar bir odamning yuraklan bo'lsa, vatan deydigan yurak bo'lsa, uning qalbi jannati bo'lmaydi. Siz endi o'z kuchi tayinib shu jannatni barpo qila oladiganlar uchun jannatga bir makon dedingiz. Moddiy farog'at. Moddiy farog'at jihatda. Shu jannatdek makonniki jannatdek bizni jalb qilgan qanday taraflar bor ekan? Bizning jalb qilgan tarafi birinchisi odam bilan odam o'tirsidagi hurmat. Ikkinchisi ishonch jamiyatdagi. Ma'muriyat bilan fuqaro o'tirsidagi, fuqaro bilan fuqaro o'tirsidagi ishonch. O'sha hurmat bilan ishonch kishilarni eng jalb qilgan narsa bo'lishi mumkin. Yana birisi bexatarlik, ya'ni yemeklik bexatarligi, insonning xususiy bexatarligi, mol-mulk bexatarligi, hissiyot bexatarligi. Bu jihatda insonlar o'zini bexatar his qiladi. Bu jihatdan bo'lgan chog'da ular haqiqatan intilsa bo'ladi, intilishga loyiq. Gulchada, ham sizdan so'rab ko'rsam, hozirgi shu ota-onalarimiz shu bolalarni to'liq sizdan boshlab, endi chet eldagi, masalan, ba'zida bu yerda darsdan toz yaxshi olib ketadigan bolalarni chet elga chiqib cho'qim olib ketalaydi, o'zing jinni baqalaydi deb qarg'ulash ko'may turib istirdan bir ahvol shakllanib qoldi-da. Bu albatta oz-sonda, lekin endi buni ko'payib ketishini oldini olishimiz kerak, buni cho'qim sovuqqonlikda o'ylashimiz kerak, shundaqmi? Har bir ota-onaning bolasini yaxshi o'qish sharoitidan bahramon qilg'isi bor. Bu yomon xayol emas. Endi chet elninki bo'libmi taraqqiy qilgan ellarninki o'qitish sharoitining bizdan yaxshi bo'lishimi albatta. U aniqli paket. U taraqqiy qilgan el. Biz taraqqiy qilayotgan el. Shundaqla taraqqiy qilayotgan ellar ishidikimi oqiroq turayotgan el. Shunda bo'lgandan endi u bolalarning uyaga chiqib o'qishni orzu qilishimi yaxlik orzu, ota-onasining orzusimi yaxlik orzu. Lekin endi orzu bilan reallik o'tirisidagi farq masalasi. U qanday farq? Qanday farq degan vaqtimizda biri endi bizning azaldan ham burundan alqi sayyohlik ma'rifimiz bo'lgan. Ata-onalar bolalarni masalan burunqi rivoyatlarimiz, cho'chaklarimizda bir podshohning 3 bolasi o'tdi ekan, 3tini o'qib kelinglar, 3 shaharga o'qisatdi ekan deganga o'xshashdi. Birsi baskenmas yo'lga menibdi, birsi baskelay yo'lga deganda ekan. Bu shu millatning taraqqiyot tarixida, madaniyatimizdagi ma'lum bir reallikning ifodasi bu. Yo'q narsa emas bu. Demak, buningdan bilishga bo'ladi, qadimdan tortib bizningki xalqimiz bolalarini chet ellarga chiqib o'qitgan. Bu hozirgi ish emas, burunmi batdi. Buningdan kimi bo'ladi. Qayerda yuqori bilim bo'lsa o'rgansak, qayerda yuqori madaniyat bo'lsa o'rgansak bo'ladi. Bu bizning millatimizning an'anasi. Lekin endi hozirgi shu sharoitimizda yaxshi o'qigan bola chiqsin. Chunki taraqqiy qilayotgan elning ma'rifim taraqqiy qildi degan gap, ma'rifning sifati biznikidan yuqori bo'ladi. Ma'rifning talabimi biznikidan yuqori bo'ladi. Andaqda mushadagi maktabda o'zimizning hozirgi ma'rif andizimiz bo'yicha yetishib mangan bir bolani uyak chiqib egilsak, esildirib qo'ysak, u yetishib mangalamdi yo'q. Yetishib mangan taqdirda bu bola yana davomli o'qishni xohlamdi. Ikkinchidan deganda bizning hozirgi shu o'zimizning ma'rif sharoitimizda yuksalish bo'ldi. Biz o'qiyotgan davrga qaraganda shu bo'lib yaqin 30 yilda ishkirning ma'riflarga sog'an nima silmisiz yuqori. Ma'rifning hozir o'quvchilarningki maktabning o'qish sharoiti har qaysidan yaxshilanish bor. Rayonimizningkida yaqin yillardan beri har qaysi o'lkalar yordam beryapti deyapmiz. Shu nima Otnim rayonininki ma'rif sog'an silmisiz yillanishlik eshib beryapti. Shundaqla bizningki 98% xalqimiz mushu ma'rif sharoitini tanlamay amali yo'q. O'qiyotdi-ku. Mushu nimada o'qib, masalan, Abdulidek mushada o'qib oldi bilan ixtisos egasiga aylanib, anandan keyin ikkinchi bir nishon bekitib chiqqanimi bor. Mushundan qaraganda endi bizning ma'rifimizni butunlay bektivandiga bo'lmaydi. Shunlashqa oldi bilan o'zimizda bor ma'rifda hech bo'lmaganda bir to'liq kursini tugatib, bola o'zining ikkinchi nishonni, konkret nishonni bekitib bo'lganda chiqib o'qisa, yoki u bola o'zini o'zi baqaldek bo'lgan chiqib o'qisa sal muvofiq. Endi bu chet elga bola chiqqan bir obro'y bo'lib qoldi qaram. Qanday deysiz? Bu nurg'un odam chiqirdi degandek. Azaldan bo'lmuş ayolninki g'aybat shikoyat farang bilan tas xo'sham yo'q. Lekin ham hozir farangga yana ko'paygan nasl kiyim-kechak, yemak, ichmak, yashamachlikning to'pisiga qurilgan narsa bo'ldi desa, bolang nerda qo'ydi? Voy palonchining bolasi chet elda qo'ygan desa, bu bir obro'y bo'lib qoldi. Bu obro'yni
qazinish kerak. Obro'y bu rost. Haqiqatan balani yaxshi tarbiyalaganlikning ifodasi bo'lishi mumkin. Lekin shu balaning ichida balasini yaxshi tarbiyalab chiqarganlik qancha. Hem başkalarımız onunla erişip balam çetere çıksılar men zaten yaxşı anı okut etkenmen, abroğlu okut etkenmen de karsak bulmaydı. Şuna de bununla nait, soğukkallık bilen muamele kılıp, bala hakikaten şey okuşuk layık mı? Okup gidelim de, okup boğandın ki yanımış vatanı bir sığınıp hakiki bir çin insan, akıl ilgisi, ihtisas ilgisi olup kayıtıp gidelim de, diyelim oylaşı gerek. Bala dem başka ümidimiz yok. Özümüzün medeniyetini epeytken vakta ahirki satmış balalarımız tufrak ışık tilemdiki deyimiz. Eşimden başka. Abduvali endi sizning nazaringizdan mening his qilishimcha siz to'g'riladimi shu chet elning ma'rifi bilan davlatimizniki ma'rif ahvolini, chet eldagi Uyg'urlarning ahvolini shu o'zingiz mulohaza qilib turib ko'plagan yozmalarni yozdingiz. To'g'riladimi turbatlarda sizlarga ko'plagan xotiralaringizni o'qidim. Endi shu chet elda turish jarayonida siz boydingiz shu jannatni barpo qila oladiganlar uchun jannat hisoblanadi deb. Albatta biz miyada ko'nglimizda shu bir qism yoshlarning, masalan, bir taraflama qarashda bo'layotgan yoshlarning o'rnini turib fikr qilsak, ularning qarashicha u yerda mayli paravallik jihati bo'lsin, o'qish jihatim bo'lsin, o'qish puli jihatim bo'lsin, bu yerga qaraganda shundoq azondak, shundoq yaxshidak, shundoq bir hamma jihatdan kabolatga egidek shundoq bir his qildi-da. Manda bizningki balaninki ota-onalarning tulqotirdim balalarni avatib o'tishda manda bir konkret sabab bor. Chunki Amerikada oliy maktablar o'zining ma'rifida chiqqan bolalarga bakrak ishinadi. Bizning ma'rifida, chunki Amerikada tulqotir ma'rifi 4 yil, Jungoda 3 yil. Ondan Amerikaning tulqotir ma'rifida balalarninki iqtidor yetildirish asas o'rin turdi. Masalan, har qaysi fanlarning kurjiklari bor. Nima fanga qilsa, shu fanning kurjiklari 4 yilni jalliq qiladi. Amerikalik bolalar shu 4 yil jarayonida o'rganadigan narsasi, hayotida o'rganadigan narsaning asosiy ulini tashkil qildi. Shunga bu 4 yil intayin muhim. Endi bu 4 yilni boshdan kechirgan bolalarni Amerika ma'rif oson qabul qildi. Chunki bu bolalar 4 yil ulini sog'gandan keyin oliy maktabda oldi qarab mang'alaydi. Bu reallik endi. Ikkinchisi, Amerika dastlabki to'liq kursga bağın balla bizden bebas to'liq kursga borsa ko'nolmaydi nurg'un ahvolda. Masalan, Amerikada to'liq kurs sharoitida manchilik dars o'qisa degan narsani bekitib berdi. Lekin u darsning qosini qancha bo'lsin o'qiysa degan narsada chek yo'q. Qaysi mavsumda o'qish bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin bizning to'liq yardım tutkizib qolgan bola uningga ko'nolmay, birinchi yil osi bilinmaydigan darsni ikkinchi yilab qilib aslında özellikle o ma'rifni baştan keçirmegen bo'lganlik uchun 6 ay bir mavsum jafo tatib ketadi. Anda ikkinchisi tulqotir ma'rifida o'quvchi bolalarni bilimni ichiga qochiligicha emas, yetaklikcha asos o'rin turdi Amerikada. O'rta maktab o'qituvchilari. Unda bo'lgandan keyin o'qituvchi bilan o'quvchi o'tirisida intayin bir yaqinlik, hamkorlik munosabati bor. Endi shu bolalar şu Amerika oliy maktabiga kirgan chog'da shu hamkorlik munosabatini davomlashtira oladi. Davomlashtirib, o'qituvchilar yaxshi hamkorlashib, har qancha qiyin darsni tanlab qolgan taqdirdami, shu darsning olqisini bitirib keta oladi, shu darsning nomerini ola oladi. Ondan yana birisi nima desa, odamningki muhitga moslashish iqtidori yetiladi. Masalan, 4 yil Amerika turdi degan gap, 4 yil amerikalik bolalar bilan birga o'rganish qildi degan gap, u Amerikaning muhitiga ko'ndi degan gap bo'ldi. Nurg'un qoida, qonun, jamiyat sharoitlari, urf-odat larga ko'nadi. Ko'nigandan keyin oliy maktabda bilim olish mezgili bo'lgandan keyin universitetda universal bilim oladi. Shu universal bilimni universitet loyiq ola oladi. Unda bo'lgandan keyin u bolalar boshqa bolalarga qaragan chog'da muvaffaqiyat qozonish ehtimolligi yuqoriroq bo'ldi. Masalan, dastlabda men shu o'qish jarayonida his qilganim dastlab bir mavsum men qiynalib ketdim. Qanday desa, biz o'qituvchilarni fitlay boshqa o'quvchi deb tushunib oldik ekanmiz. O'quvchini bir yuqori o'rin qo'yib olib, o'qituvchidan bir talab qilish teshik narsani talab qilmaydi ekanmiz. Amerikalik bolalarning bir narsani bilmagan chog'da qilsa birinchi keldigini sen bildiranmading. Bizning qo'limizga keldigan savol men bilmadim. Ben bilemedim. Ben bilemedim bo'lgandan keyin biz to'xtamay shu kitobni o'qiydi ekanmiz. Ay yo'lini bilemegandan keyin yana bilinmayverdi ekanmiz. Oxirida bir umsizlik yetib bordi bu. Agar biz Amerikalikda sen bildiranmading degan yer kelgan bo'lsak, g'ach qilib ma'lumga email yozamiz, xat yozamiz. Ma'lum topshirib olgandan keyin bizni Pistani kun ishxonaga keldi. Degan ishxonada o'tirgan vaqt ini qoldi ma'lumniki. Shu chog'da bormiz, ishxonani tushuntirib qo'ydi. Birmuncha umsizlik avvarsaqdan qutulamiz. Shunga bolalarningki bu ota-onaning bolalarini to'lqotirdan chiqarib o'tishida ashundaq bir afzal tarafini o'ylagan tarafim bor. Bu afzallikni men tushunaman, bilaman. Shu ota-onaninkini butunlay qarib qo'yib qiladi degan bo'lmaydi. Endi boshqalardan olishimcha
shu chet allarni bo'libmi shu taraqqiy qilgan allarni bo'libmi Amerikani hamda yoshlarninki raqobat so'rini, o'tir yoshlarninki kurash maydoni yashanganlarning do'zaxi deydi ekanda. Demak hamda bizning yoshlarimiz uyaga chiqqan ekan haqiqatan shunday bir sharoitga erishib, menimcha u qabul qilgan ekan cho'qim qaytarishni bilish kerak ekan. Shundaqmi? Olgan ekan uni jamiyatimiz uchun, jamiyatimizning taraqqiyoti uchun, o'zining yurti uchun qaytarish kerak, shundaqmi? Siz hamda yoshlarning shunday qarg'ulachi chiqib, ashada o'ziniki keyingi vaqtlarini, o'zining keyingi taraqqiyotini shu yerda qilishga nisbatan qanday qaraysiz? Yoshlar degan chog'da bo'ldi ashta qilsa. Yoshlar nerede taraqqiyot sharoiti bo'lsa, shu yerga bosib bo'ldi. Bu dunyoviy masala. Siz nima uchun qiynalib keldingiz nasa? Mening yenib kelishim bundaq. Birsi men kichikimdan bunda bir maktablardan o'qidim. Masalan, boshlang'ich bo'lsin, to'liqsiz bo'lsin, to'liq o'tirdi bo'lsin. Bir fanning o'qituvchisi yaxshi bo'lsa, endi bir fanning nachar. Bir fanning kuyimchan bo'lsa, bir fanning parvosiz o'quvchilarga. Mening ashta bir orzuyim bor. Nima uchun shunday bir maktab yo'q? O'qituvchisi yaxshi, sharoitimi yaxshi. Shunda bir maktab yo'q. Bu imkoniyat bor. Masalan, hamma maktabda yaxshi o'qituvchilarningki, yaxshidan bir yil jig'sab, sharoitni bir yil jig'sab bo'lmamdi degan bir orzuyim bor. Lekin hamma narsa mukammal bo'lib ketmaydi, gapingizmi? Mukammal, lekin Amerikada u qadar emas-kenda. Masalan, unda mas'uliyatsiz o'qituvchilar o'qituvchi bo'lolmaydi ekan. Chunki o'quvchi o'qituvchining darsini tanlaydi ekan. Hech kim tanlamagan o'qituvchi xizmatini tabiiy qoldi ekan uning. Unda bo'lgan agar o'sha o'qituvchi kuyimchan bo'lgan bo'lsa, masalan, men o'qigan maktabdagi o'quvchilar, mening nurg'un jihatga bilim kam qolmagan bo'ladi. Mening ashta bir orzuyim bor, shunda bir maktab qursak deganlar. Men chet elga chiqqandan keyin Gulchadam degandek ashta deyildi. Voy, sen bizning tuqqanning ichidan mushta o'zib chiqding ay. Bizning u balni chiqsang, bu balni chiqsang deb. Haqiqatan endi men uning orzusini tushundim. Men boshqa qilib berishni xohladim. Lekin bunda bir masala, uning ichida boylar intayin az. Chiqara oladiganlar intayin az. Ko'pincha chiroyli orzusi bor. Shunda samimiy obdan to'g'ri tuqqan do'stlarlar bor, ular chiqara olmaydi. Endi pirishki balla ne deb ma'shat tutsam, ularni chiqarsam, "Avu nurg'un odamlarga men qanday yuz qilay?" Adolatsizlik ol tabiiy unda qilsa bo'lmaydi. Chunki men qanchalik ko'p odamning orzusini qondira olsam, shuningga tirish qilmam yaxshi. Unda men bunda o'yladim. Masalan, ularni bir ikkisi chiqqandan o'rniga menli bo'lsam, yoshlarni men tarbiyalasam, ana shular menga o'xshash mukofot olib chiqsa, bu yaxshi emasmi? Unda qilgan chaqda hozir jamiyatimiz bir narsa bor. Pul olmasa hech ish qilolmaydi. Men bolalarga menga o'xshash mukofotga erisha oladigan iqtidorni yetildirsam, bolalar shu umidlikdan qutulsa, atrofdagi kishilar, "Ha, tirishsa bo'ldi ekan-ku." Tirishsa bir punksizmi? Masalan, Abdulla akam 2 qatim chetga chiqibdi. Men mi chiqa oladi ekanman-ku degan narsani his qila oladi, shuni o'ziga e'tirof qilib, osh bo'sh tirisha oladi. Shu bu ikkinchi zamdi. Uchinchi so'g'an chaqda biz vatandik chaqda vatanning qadrini bilmaydi ekanmiz-da. Qanday? Vatan degan zot nima deganni o'ylamaydi ekanmiz. Biz o'zimizning, chunki biz shu vatanda yashayotgan bo'lgan ekan, bu vatan ko'nib qoldi ekanmiz. Bir mavhum hukm sifatida kalimiz shakllangan. Ko'p zodim nima degan narsa bizning qo'limizga kelmaydi. Vatandan chiqqandan keyin ondan vatansizlikning nima ekanligini bak chunqur his qildim. Masalan, men shu yozgan chig'imni mashta yozdim. Men bir xo'shallik izlab chiqqan deb. Bir xo'shallik bo'lamdi ekan, bir xo'shallik qilsam deb chiqqan. Chiqsam, mening xo'shal bo'lolmaganimning manbasi vatansizlik ekan. Ro'yjatdan bu vatansizlik odamni eng ig'ir azob muftila qildi ekan. Shuning bilan bu vatansizlikning azobini uzun qadar kuchli tortganning o'rniga shu vatandagi qarindoshlarning orasida shularga vatanning nima ekanligini, vatanning konkret zodi qandoq bo'lganligini, qandoq odamning shu vatanga xos, shu vatanni o'ylay oladigan odam bo'lganligini tarbiyalasak bo'ldi emasmi? Unda bo'lganda mendek vatansizlikni o'ylaydigan odamlar ozuludi. Ko'nglim mendek qo'shilishni sirtini izlamaydi, xo'shallikni. Vatanning ichidan topa oladigan erishadi shu xo'shallikqa. Shu bu masaladan. Ammo sizning ko'z qarashingiz o'zgacha. Gulshada Abdullaning bu qarashiga siz qanday qaraydigansiz? Bu Abdullaninki boyagi gapga apirni aytamiz, ham qanday bo'lmasin boshqa o'qiyotganlarmi, hamda chet elda yuqori texnika bilan qurollangandan keyin, yuqori fan texnikani egallagandan keyin qaytib kelib, imkon bor rayonimizning taraqqiyoti uchun xizmat qilsa, andaqda bizning rayonimizning taraqqiyotimiz tezlaydi. Bizning jannatimiz cho'qim ko'z oldimizda. Ammo sizlardan o'rtaq bir savol so'ragim keldi. Bir qism yoshlarimizning nazarida chet elni jannat kabi shunday bir his qildigan, shunday bir tuyg'ularga cho'madigan ko'z qarashning shakllanib qilishlik sababimiz nimadan desak bo'lar? Albatta mana shunday chet el degan jannatdek makon degan mana shunday bir ufqning shakllanishiga cho'qim bir oq ko'rinish bor deb o'ylayman. Bir qism chet elga chiqib qaytib kelgan kishilar chet el haqida xato ma'lumotlarni bergan. U ma'lumotni bergan chog'da
biz shu ma'lumotninki xalqlarda qanday ta'sir qo'zg'aydiganligini oldindan o'ylashib ondan berish kerak u ma'lumotni. Ma'lumot xato aytib qolgan yeri bor. Masalan, bir taraflama. Bir taraflama masalan bir injener chiqdi deylik. Injener chiqsa Amerikaga chiqsin mayli, Yevropaga chiqsin, u injener bo'lgandan keyin dunyoning hamma injenerlikni qilib yaxshidan ko'ra oladi. U keliblam uning ko'ziga shu moddiy jannat ulug' bilindi, kelibdi jannat deydi. Endi uni anglagan odamning emas injener emas lekin. Unda bo'lgandan keyin xato chech bunda kelib chiqdi. Yana birsi bir qism odamlar bo'ladi chiqib davlatning mukofoti bilan chiqdi. Davlatning mukofoti nimasi bilan bo'ladi, yo'qqa hamma narsa hukumatning puli bilan bo'lgandan keyin uning texim jannat bo'ladi u. Davlatning mukofotidan chiqqandan keyin hamma ish mushta o'xshaydi deb o'ylaydi. Yana bir odamlar bo'ladi tijorat pul topqini chiqdi. Pul tip sayat qilgan chiqdi. Unda bo'lgandan keyin uning tijarati balkim iqishi mumkin, yebakchilik tijorat deymiz. Har xil tijoratlar. Oqqandan keyin u kelib jamiyatga nima desa, tijorat mashhad aqdi ekan deydi. Oqqan odam chunki chetga chiqqan odamlar muvaffaqiyat qozongan odamlar. Muvaffaqiyat qozongan odam o'zining muvaffaqiyatlik holati bilan tafakkur qildi dunyoni. Ya'ni hamma narsa mushunday ekan deb. Endi dunyoda lekin bo'libmi bizning bu jamiyatimizda u qadar keskin raqobatga, u qadar keskin iqtisodiy besimga, u qadar yolg'izlikqa bardoshlik bera oladigan odam qanchalik buni o'ylamaydi taqat qancha uchun. Unda bo'lgandan keyin shu bir qism odamlar sababidan chet elga bo'lgan ziyodalik, mastonlik avj qildi. Yana birsi chet elni jannat deyotganlar o'z turib qolgan do'zax deb qolgan yeri bor. Buning boshqa bir qarama-qarshi jannat deganga cho'q do'zg'ila uningki. Endi siz shuni do'zax deyotamiz, jannat deyotamiz, o'zingizga bog'liq bir ish. Masalan, siz shu yerda o'zining iqtidorini joriy qildiradigan, iqtidorni egallagan bo'lsangiz, do'zax bo'lmaydi. Masalan, men Amerikadan kelgandan keyin xalqlar deydi, sen Amerikadan kelib Qashqarda yursan qanday bo'ldi? Amerikada o'qidim, Qashqarda yurish shart. Najrishimiz kerak ekan. Najrishim kerak ekan, uni o'qimadim men, shunda deydi. Ondan Amerikada o'qigan odam degan cho'qim bir oliy maktabda ishlasam nima bo'ldi? Men ulug' dedim, ishlasam qanday bo'ldi dedi. Men dedim, Amerikada o'qigan odam hech joyda ishlamaymi? O'zi bir ishni qurib, o'zi bir ishni boshqa chiqib, boshqalarni ish qo'llashtira olsa, boshqalar ish o'rnini tepira olsa, o'zi bir ishni boshiga olsa, ondan Amerikada o'qigan bo'ldi u. Amerikada o'qib kelib, hukumat xizmat bermasa, ish topolmasa, u nada o'qigan bo'lsa, hech ahamiyat yo'q. Agar siz mushunda iqtidoringiz bo'lsa, jannat bu ya. Mushuni barpo qila olsangiz, birisi ro'yi jannat bizning vatan bu deganiki. Ikkinchisi, shu jannatni qo'lingizga taynib qurib chiqsangiz, bu jannat eng muhim jannat bu. Shunga ham bu do'zax deyotganlar talpinadi. Yurtida o'z vatanida o'zining iqtidoriga, psixik safosiga, bilimiga tayanib jannatni qurib chiqargan odamga shu Amerikami, Yevropami jannat. O'z vatanida o'zining jannatni qurib chiqarmay, o'zini do'zax tug'anda kes qilganlar uchun u ham o'xshashli do'zax. Bolalarni bo'lapmi shaharda biz asosan uyga solab qo'yib, yasliga 4 tomon ishga solab qo'yib, chun qildik. Bolalar yasliga kirishdan burun sanaqni o'rgatamiz, kurslar olib Bichar balla o'qishdan zerikib, shuning bilan to'rg'ishida chiqqandan keyin sal cho'ng'ilib. To'rda qarasa, voy chet elning ma'rif andaq erkin, mandaq erkin, imtihon olmay degan. Bu balaning xiyoliga mening cho'qim oldi bilan imtihon olmaydi qayerda o'qisam bo'landiki. Kundalik dars vaqtidan ozgan degan ekan. Bu balada unday xiyolni bo'lmaydi degan. To'g'ri. Ondan boshqa hamda shu rayonimiz ishlayotgan bir qism xizmatchilar, bir qism o'tgan davlat ilik korxonaniki taqib etilishi bilan nurg'un ishlarimiz ishsiz qoldi. Hozir rayonimizdagi ishsizlik ahvoli bir qadar ig'ir. Buning qarta avtonom rayon davlat nurg'un yangi siyosatlarni chiqarib qilgan bo'lsa-mu, lekin ishsizliklar soni bir qadar ko'p. Mush ahvolda hamda shu xizmatchilarimizda azroq tavrinish bo'lishi mumkin. Bu rayonimizda ishlab, men o'xshash bu balam qachon bir xizmatga o'rinlashib, bu to'm maoshni olg'icha. Chet elga chiqib o'qisa endi bir yuqori yerda ishlab, yuqori maosh oladi degan. Mandaq bir g'oyat, tatliq, shirin to'yg'uni bo'lmaydi degan olmaydi. Bizdagi nimadan yaslidan tatib boshlang'ich o'tir maktab, oliy maktab qishliq mushunda qilib qo'g'dab bu balani. Papilab yana bu o'qitib vayga kuzanmayotgan bola, ham shu chet elga chiqib, shu bo'ron chapqonga, shu japa mushaqqatga, shu yolg'iz turmushga kunalamdi. Mustaqil bir fikrda bo'la olamdi, bunda qila oladigan boladan nechisi bor? Shu otani shuni o'ylashmasa bo'lmaydi. Bo'lmasa, hamsa bu chiqsa, u o'zining ishi chiqsa bo'ladi. O'zining ishi, to'g'ri, o'zining qilishi. Lekin aqvatni o'ylash kerak. Yana birsi, siz aşağıda balangizni
o'qitgandan keyin masalan Amerika, Kanada, Avstraliyada o'qiganlar bolangiz cho'ngib sizning miltingizning nomini talaffuz qilolmaydi. Mushuni o'ylashib qo'ying oldi bilan. Mening bolam mashhur 1 yildan keyin Uyg'ur deganini talaffuz qilolmaydi olib qoldi. Uyg'ur deyolmaydi. English Uyghur deydi, Uyg'ur deyolmaydi. Mushuni o'ylang, mushuni qilolmaydi. Qilolmasa mayli desangiz ko'chman bo'lib ketsangiz bu shaxsiy erkinlik. Lekin shuni deyolmaydi. Amerika Nima uchun hamday? Chunki u Amerika, Kanada, mayli Avstraliya, Yevropa jamiyatining osmonasiya qilish iqtidori intayin kuchli. Bolangizni olib olsangizlar, bolangiz masalan hurmat, ishonch, mehribonlikdan bahramon bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin unda mehribonlikni sizda oildan berolmasligingiz mumkin. Uyg'ur degan gapni bolangiz talaffuz qilolmaydi. Abduvali hamdi siz chet elda o'qishni tashabbus qilasiz. Tashabbus qiluvchi, lekin menimcha albatta chet elda o'qish uchun ham o'qimaslik kerak menimcha. Cho'qim o'zimizning ko'nglimizga bir g'oya bo'lsa, bir nishon bo'lsa, shu nishonni amalga oshiradigan bir madaniy bir mag'dur bo'lsa, qo'saq bir umash bo'lsa, ana lekin bo'ladi deyman-a. Shuningga hamda chet elga chiqish uchun qarg'ulachi qo'g'lashmay, qaysi saratlardan o'zimizni bir ximiyat turishlarni hozirlab, ana lekin chiqsak bo'larkan. Qanday bunday degan batanlarga bolalarni shu to'lquttirga chiqarayotgan mayli Amerika, Yevropaga chiqaradi, asosli Amerika, Yevropaga, Kanadaga chiqarayotganlar, Avstraliyaga men chiqqan. Mushlar deydigan so'zim bu. Oldi bilan shu bolaga siz shu to'liqsiz tugatkichi zodin nimalarni o'rgatgan, shu o'rgatganlaringiz bilan bolangiz sirtda mustaqil mavjud bo'lib tura olamdi yo'q degan obdan dangsash kerak. Ikkinchisi, bolaga agar shunda bir orzusi bo'la, shu to'liqsiz tugatkichi ingliz tilini ravon o'rgatib bo'lishi kerak. Shunda o'rgatib bo'lsa, ayaga borgandan keyin uni darslarda qiynalib qolmay o'qiy oladi. Endi biz shu chiqmoqchi bo'lgan yoshlarga aytadigan gapimiz, siz oliy maktab kirgandan keyin bizning bu Uyg'urcha o'qigan bolalar, ham qo'shni o'qigan bolalar tayyorlik sinfi bor, ichkarida tayyorlik sinflari bor. Shu yerda 2 yil 1 yil o'qiydi. O'sha vaqtda siz jonni tikib qo'yib turib ingliz o'rganing. Chunki shu vaqtda darslar ko'p emas. Men buni ichkarida oliy maktabda ishlagan, buni bilaman. Bu ko'p emas. O'sha vaqtda siz jonni tikib ingliz o'rganing. İngiliz öğrenip siz İngilizce şu vaxtda hiç bulmagan çağda bir o'ttiral seviyaga kelibasınız. Ali mektepte 4 yıl o'qish jarayonida 4 yıl siz Xanzuldan 2 yıl artıq o'qigandan keyin 4 yılda siz Xanzuldan oshqadek bir seviyaga kelsiz İngilizceda. Shuning bilan bu odamlarga ona tili bo'lmaganligi uchun ba'zi jihatlarda azroq ko'nglerim bo'ldi, ümidsizlandim, lekin ingliz tilidagi saviyangizni yuqoriligi bilan xalqdan farqlanib tursiz. Bu farq sizni bo'lak balladimi olib mangdırdı. Çünkü özünüz işini siz İngiliz tilini bilgədən mən qağan pəndə aldı olamandım deyib. Şundan qağan pəndim aldı olab 4 yıl oxub bolğandan keyin ondan iltimas sunsanız buna ait asan bolğan boldu. Yəni qanda asan boldu desa 4 yıl içində siz TOEFL deyimiz, GRE deyimiz, aşı imtahanlarını ötələyəsiz, ötkəndən keyin bevasitə çıxsınız. Bu çağda nimadan chiqqan oliy maktabni bitkizib chiqqandan keyin bir alayidligi asosan Uyg'ur bolalarning men shu vaqtcha oliy maktabni tugatib o'zib o'tlab chiqqanini ko'raman. Yani iradesi var balla hemmesi özü şu mukabbat verişip okup atansı pulu verip insanlarını Amerika'ya çıkıp okutip kıladıdı. Şu an 3 cihetten desek 3 cihetten oylaşıp kıyası buldu. Demek atalmış chet elni cennetlep biladigan şu dostlarımızga bugünkü söhbetimiz her qaysi cihetten salpal bir oyulnish asli qilsa bugünkü söhbetimizde biz ko'zga maqsadga yetalgandaymiz. Mayli qandaq sharoiti bo'lishidan qat'iy nazar biz bugungi söhbetimiz orqali chet elni cennet deyishni xohlamaymiz, chet elni to'zax deyishni xohlamaymiz. Albatta, Abduvalining gapi bo'yicha aytganda, chet el balkim shu jannatni qura olgan iqtidor bog'lash uchun jannat hisoblandi. Shu iqtidorni o'zida yetildiramaganlar uchun yana do'zax hisoblandi. Men bunday bir so'zga ishonaman. Ko'nglar deb ekan, hamma yerda qozonning qo'liga o'tib. Menimcha, bu so'zmi ko'pchilikning kallasida ba'zi bir o'yin sanasli qila olish mumkin. Keyingi o'yinlarni sizlarga qoldirdik. Bugungi programmamiz mushada oxirlashdi. Keraksan programmamizni ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.